Bolaga sabrni qanday o'rgatish kerak? Bugun tezroq so'zi hayotimizning shiori bo'lib qolgan. Tez natija, tez javob, tez g'alaba, ammo psixologlar ogohlantirmoqda. Bolalarda sabrning yo'qolishi ularning hissiy yetukligiga jiddiy ta'sir qilmoqda. Stenford universitetida o'tkazilgan mashhur Marshmallow testida bolalarga shirinlik berilgan va agar 15 daqiqa kuta olsang, yana bittasini olasan deyilgan. Kuta olgan bolalar oradan 20 yil o'tib o'z hayotida ko'proq muvaffaqiyatga erishgan aniqlangan. Bu oddiy tajriba sabrning kuchini ilmiy isbotlab berdi. Sabr, intizom, diqqat va irodani shakllantiruvchi asosiy psixik mexanizm. Ammo bugun bolalar kutishni emas, darhol olishni o'rganishmoqda. Telefonlar, tezkor o'yinlar va doimiy mukofot tizimi hammasi miyani instant zavqqa o'rgatyapti. Bir hayotiy misol. Onasi o'g'liga yangi telefon olib bermadi. Bola ertasiga darsga bormadi. Bu oddiy injiqlik emas, sabr refleksni shakllanmaganining belgisi. Harvard Medical School olimlari aniqlagan, sabrni mashq qilgan bolalarda prefrontal korteks faolroq ishlaydi. Bu ularga stressni boshqarish va uzoq muddatli maqsad sari harakat qilish imkonini beradi. Yaponiyada esa bolalarga sabr, shitsuke, ya'ni kundalik odat orqali o'rgatiladi. Navbat kutish, so'z tugab keyin gapirish, o'yinchoqni bo'lishish, bu orqali ularning irodasi tabiiy ravishda mustahkamlanadi. Shunday ekan, savol tug'iladi. Farzandimizga hamma narsani tezlikda emas, qadri bilan kutishni o'rgatyapmizmi? Bu savolimizga mutaxassisimiz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bolaga sabrni qanday o'rgatamiz? Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda nafaqat bolajonlarimiz, balkim kattalar ham o'sha oldiga qo'ygan maqsadni tezroq bitirish, amalga oshirish hamda natijasini ko'rish uchun shoshilib yashashmoqda-da. Ammo bu hayotning o'zi sabrni talab qiladi. Bolalikdan boshlab o'sha bolajonlarimizga sabrni o'rgatishimiz kerak. Har bir jarayonda sabr qilishga o'rgatishimiz kerak. Hayot uchun kerakli vositani berish bilan teng harakat qilgan bo'lamiz. Chunki sabr bu nafaqat boladan, har bir insondan chidamlilikni, totishni bilishni, qancha vaqt bo'lsa ham kechikkan natijani ham xotirjam qabul qilishni o'rgatadi. Bu albatta mana shu sabrli bolalarimiz muammoga duch kelganda ham sarosimaga tushmaydi, o'zlarini yo'qotmaydi, hissiyotlarini nazorat qila oladi, o'zini o'zi boshqara oladi, maqsadga yetish uchun mehnat qilish kerakligini his qilishadi asosiysida. Masalan, mana shu sabr qilishga taalluqli bitta misolda aytadigan bo'lsak, bitta farzand o'sha bir do'konga dadasi bilan kirganda bitta o'yinchoqni ko'rib, hozir olib berasiz deb xarxasha qilibdi. Mana shunaqa vaqtda biz unga sabrli bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Xo'p, masalan, agar sabr qilsang, shuni o'yinchoqni bayramda yoki tug'ilgan kuningda olib beraman, senga sovg'a qilmoqchi edim deyishimiz mumkin. Bolaning kutishi qobiliyati shakllanadi mana shunaqa vaziyatda. Agar aksincha siz shu birdan olib bersangiz o'sha o'yinchoqni bolaga, u sabr qilishni o'rganmaydi, sabrni emas, balkim bolani talab qilishga o'rgatgan bo'lamiz. U bola o'ylaydi, hozir dadamga, oyimga nimani aytsam, aytgan vaqtimda aytganim aytgan, deganim degan bo'lish kerak degan hislar shakllanib boradi. Demak, shunday ekan sabrni erta yoshdan o'rgatishimiz bolajonlarimizga kelajakdagi muvaffaqiyatlarga poydevor bo'lib xizmat qilar ekan. Hurmatli ota-onalar, kuting va o'rnak bo'ling. Chunki o'zimiz vaziyatni kutib, undan keyin sabr bilan natijalarga erishadigan bo'lsak, bizni farzandlarimiz ham xuddi shunday natijalarga ergashib bizdan o'rganadi. Farzandlaringiz bilan mehmonga borganda yoki sayr qilgandan keyin uyga qaytganingizda ham eshikni taqillatsangiz tezroq ochilmasa, shunda ham jahlingizni bildirmang farzandingizga. Sabr qilishga o'rganing. O'sha eshikni ochilishini sabrlilik bilan kuting. Shunda farzandingiz ham shaxsiy namuna bo'la olsangizgina farzandingiz sizdan shu narsalarni o'rganadi. Barcha istagini darhol bajarmang. Agar har bir xohish istagini hozir bajaradigan bo'lsak, u sabrsizlikka o'rganadi. Masalan, bolangizga dam olish kuni bu kinoni ko'ramiz yoki dam olish kuni do'konga boramiz, haftaning oxirida o'yinchoq olamiz sen bilan birgalikda deydigan bo'lsak, u mana shu orqali bolani kutishga o'rgatamiz, sabrli bo'lishga o'rgatamiz. Sen kutishni va sabr qilishni o'rganding, shuning uchun mana o'zingga yoqqan sovg'ani olding deb farzandingizga murojaat qiling. Hech qaysi bir bolada sabr bu tug'ma beriladigan narsa emas. U hayot davomida tajribalar asosida o'rgatib boriladigan fazilat hisoblanadi. Uni o'rgatish esa siz ota-onalarning qo'lidadir.